qalay? Tinch ketaman. Voy, toshbaqaga o'xshamay tez ishtiqing. Xudo xola, bolalar yurg'izmayapti-ku, ozgina sabr qiling, qiladi. Ha, ko'rdi qiladi. O'zi sosib 6 da turgan. Chaqala qilganiga endi 15 kungina bo'ldi-ku, uxlamay bola qarab chiqqanda, charchamayapsizlarmi o'zi? Voy qo'g'alaringizdan aylanib ketadi. Yo, sizning qizingiz 5 da yotib 5:30 da turami? Yo'q, men 12 da turaman, keyin abid qilib yana uxlayman. Abid tayyormi? Ha, mastava solib qo'yuvdim, hozir. Ha, men senga 10 qoshiq mantiq dedim-ku. Assalomu alaykum. Kuyov singlim sahar 6 dan beri tinmab, 4 ta sigir so'g'an, 2 litre paxta chopgan, 4 ta bolaga qarag'ay. 2 tondir nonam yopdim-da, shunga ulgurmay qoldim. Xotin bo'lganlarga qilasan-da. Xotin degan, temir degan emas, bir martagina ovqat zakaz qilsangiz bo'ladi-ku. Nani sari bola pizzada 20 santimetrlik pizzani 37 minglik pizza ilovadan zakaz qilsangiz 22 ming so'mga beradi. 3 ta zakaz qilsalaring dastavkasini 89 ming so'm. Bir martagina zakaz sho'rga dam beringlar. Kallan qotirmang. O'z tirnog'im uch qo'parildi. Kapini soladigan vaqtim bo'ldi. Tinnas qo'palgansiz, siz osma ko'ravyapsiz. Mana endi kesirib chaqaloq qilgan singlim tondirga non yapyapman. Endi ovqat yeyishimiz kerak-ku. Ovqat yemaysiz, har deganlar singlimnikiga tinch ketaman deyman, majbur qiladi bular. Ovqatni bunlardan buloq qilaman, atmaysizlar. Mana o'zi qo'lga olasiz, mana ikkosi oyoqqa jo'shadi. Endi shu ketishda olmish tezlikda radarga tushib keyin zing'illab. Voy xudo, bola bulardan ko'ra 10 litrli baklashga oson edi-ku. Ha, qanday bo'lar ekan bunday qilib o'tiring, bo'lmasa to'ringizni emizasiz. Voy, bular bilan ish qilishayapti, to'sinlab bo'lsam, bo'lmayapti-ku. Ha, qanday bo'lar ekan? Balabarma seni chaq, qayni opa-singillarga urush xamirda shu jirtilab har ikkini kelib kelindishiga aralashgani. Hamma joyda shipirasan, o'ldiraman, shipirma. Meni fikrimdan qaytarolmaysiz. 5 ta bola bilan ham bemalol ro'zg'or qilsa bo'ladi. Kuyov polvon chiqib qoldi-ku. Singlim uydan pichoq bilan neyinib olib chiqdi. Nimaga? Kuyovda kesirva qilaman. Voydo, tavba qildim, men singlisiz boshimni ko'taraveraman. Ha, jon aziz, sen xo'rlikqa singlim menga jonimdan aziz. Kichkinaligimda yelkamda ko'tarib pashchaga chaqtirmay katta qilgan singlimni endi sendicha kuchlarga talatamanmi? Ko'zingni uyib olaman. Yaxshi ham borsiz aka. Esingdan chiqarma singlim, akang tirik ekan, seni ko'zingdan bir tomchi yosh oqizganni yuragidan qonini oqizaman. Mening asan singlim bor. Ha, kelmaganimizga ham ancha bo'pti. Kelganimiz ko'rib rosa xursand bo'lishsa kerak. Bor ket. Ketaman ham. Ana katta ko'cha. Nima gap, tinchlikmi? Yaxshi gap yo'q, har doim yo'q joydan janjal chiqaradi. Ortiq yashay olmayman. Bir gapdan qolmagandan keyin so'kaman-da. Onasi o'pmaganiga uylanib olaman. Nima? Men ko'chada qolib ketar ekanmanmi? Bo'ldi. Bir tarafdan sen haqsan. O'qimishlisan, yaxshi pul topasan, ajrassang, aytganingdek menman degan qizlar senga turmushga chiqishi mumkin. Kelin, siz ham yoshsiz, aqllisiz. Siz ham tengiz topib ketasiz. Unaqada ajrashamiz. Ukam, senga bitta xotin, sizga bitta er topiladi. Lekin mana shu go'daklarga chin ota-ona topilmaydi. Kelin, ertaga o'g'lingizni maktabda ota-onalar majlisiga otasi kelsin desa, nima deysiz? Bir gapdan qolmaganim uchun erim bilan ajrashib ketganman deysizmi? Senchi, ertaga mana shu qizaloqing kelin bo'lib uzatilayotganda otasi duo bersin desa, otasiz o'sgan deyshadimi? Dadajon, men sizni yaxshi ko'raman. Oyijon, men ham sizni yaxshi ko'raman. Iltimos, ajrashmaylar, dadajon. Xo'p, bolam. Dadasi, meni kechiring. Hech qisi yo'q. Men ham qizishib ketdim. Ana, olam guliston. Sizlar shunda turasizlarmi? Choy damlamaysizmi? Hozir, keling. Voy, aytgancha o'zim sizga bavi olib kelganman. Mana qarang, Germaniya mahsuloti. Allergiya chaqirmaydi. Bitta ishlatib ko'ring, rosa zo'r. Voy, hozir hamma shu bavini ishlatyapti-ya. Rahmat. Aka, oilani saqlab qolganingiz uchun rahmat. Ukam, ota-onani mehriga to'ymay o'sayotganlar shundoq ham juda ko'p. Xotinga achchiq qilib, farzandlaringni otasizlik bilan jazolama. Xo'p aka. Bu dunyoda hamma oila tinch bo'lib, qushni ham ini buzilmasin deganlar bitta like bosib qo'yamiz.